Oho, avvalgi videomiz reykka o'chib ketibdi-yu. Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan Kompot va sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bizning avvalgi videomiz juda ham yaxshigina prosmotr yebdi va Jinursun eshik taqlayaptimi? Jitil sanmisan? Ha, men. Nima bo'ldi? Nimaga meni uyimga kelding? Iltimos sendan men uyda bir kun qolib tursam bo'ladimi? Uyimda? Nimaga? Meni uyimda har xil ovozlar chiqyapti. Juda ham qo'rqyapman. Iltimos sendan bir kun seni uyda qolib turay. Nimaga axir? O'zing uying oddiygina, o'zi yaqinda ko'chib kelgan bo'lsan. Lekin o'tgan uy egasi ham ko'chib ketgan. Sen kelding orqasidan. Qanaqa ovoz chiqyapti? Bilmayman, har xil juda ham bir maxluqlarning ovozi chiqyapti. Jurursin maxluq? Qani men hozir uni ko'rishim kerak. Qo'limga har xil anaqa bo'lmasligi uchun qilich olamiz. Uyning orqasida hech nima yo'q. Chetida-chi, Jurursin qo'rqib ketdim. Chetida ham hech nima yo'q. Unda nima qo'rqyapti? Qo'rqizyapti. Bilmadim. Jurursin, uying oddiygina-ku. Nimasidan qo'rqasan? Hech nima yo'q uyingda. Bilmayman, iltimos bir kun seni uyda qolib turay. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, lekin baribir g'alatisan-da. Nimaga axir? Qanaqa qilib qanaqa ovozda chiqishi mumkin? Bilmayman, iltimos bir kun qolay. Xo'p, bo'ldi, bir kun qolasan, lekin uying oddiygina anaqa bir neto joyi bo'lmasa, oddiy bir anaqa bo'lsa, lekin shu yerdan chiqyapti ovoz. Ha, lekin qarab bu yerda mana sakrayib baxsh nima yo'q, toshdagi, uni toshni tagida loy bor. Qanaqa qilib axir anaqa bo'lishi mumkin? Bilmayman, iltimos bir kun sen bilan qolib turay. Bo'ldi, xo'p, unda krevatingni ol. Bo'ldi, krevat olamiz va Kompotni uyiga boramiz. Jinursun umuman qo'yib kelmayapti bu yerda. Voy, Jinursun Jitil tunni bilan har xil ovozlar chiqib, meni qo'yib bor, qoch degan ovozlar bilan shunaqa asabimni buzib, bo'ynimga kelib ketding. Uzr, bo'ldi. Endi uyga boraman, mayli bo'pti. Mayli, xafa bo'lma. Nima bo'ldi? Tushimga shu monster kirib chiqdi. Qanaqa monster? Jitil asabni buzurma. Uyingda hech balo yo'q. Ishon, uyingda hech balo yo'q. Faqat seni fobiyang bor. Ya'ni sana g'alati ozgina bir ovoz eshitsang ham qo'rqib ketadigan fobiyang bor. Shunaqadir. Buncha qo'rqasan, mayli, ol mana buni senga. Agarda anaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zingni himoyalaysan yoki meni Kompot deb baqirasan, men srazi san oldinga boraman. Xo'pmi? Bo'ldi, xo'p. Unda bor uyingga. Meni ham ishlarim bor. Pozitivlarni olib, anaqa qilishim kerak. O'zingni krevatingni ol-da, uyimdan chiqib ket. Meni kuyapsanmi? Iltimos, yana bir kun qolay. Yo'q, bo'ldi. Bor uyingga. Men senga anaqa emasman. Bo'ldi. Krevat olamiz va Jinursun Kompot ham yana bir kun qoldirib tursa, hech nima bo'lmasdi. Kompot o'lay. Valisiga kiramiz. Baribir men bu yerdan qo'rqaman. Jinursun krevatni bo'ldi, shu yerga qo'yamiz. Va bo'ldi. Jinursun yana ovozlar chiqyaptimi? Aytdim, men yashamayman bu yerda. Nimaga keldim? Shaharda mazza qilib yashavergandim. To'xtanglar. Mana shu yerni buzib ko'ring-chi. Qani? Do'stlar, bizning videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Men уже mana poliz ekinlarimning yarmidan ham ko'pini olib oldim. Endi uyga kirsam ham bo'ladi. Jitil ketibdimi uydan? Qani ko'ringlar-chi. Xo'p, bo'ldi, ketibdi. Jitil qayerga ketdi? Mayli, do'kon-po'konga chiqib ketgandir. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar, biz bu kanalimizda tezda 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak va hozirda 120 tami shunaqamiz va tezda 1000 ta bo'lishimiz kerak. Mana bu juda ham zo'r. Eshik taqlayaptimi? Jinursun kech ham tushib qopti. Jitil nima gap? Kalizangga kelgan qishloq bor-ku. Ha,
O'sha yo'qolib qolibdi. Nima? Qanaqa qilib? Bilmayman, yo'qolib qolibdi. Topish kerak uni. Bizga beraydi. Topinglar tez deb. Oy, yo, jin ursin. Axir u kechqurun men uyimda qoluvdi, o'zini uyda qo'rqish lavozda chiqayotganini aytib va men ruxsat beruvdim va u o'zini uyga ketgandi. Jetel. Jin ursin, eshikni buzamizmi, Jetel? Ha, buz unda. Okey, Jetel, lekin qanaqa qilib yo'q bo'lib qoladi? O, bo'ldi. Jetel, qayerdasan? Kel, bo'ldi. Kelur yo'q ekan. Men qo'rqyapman. To'xta. Mana bu tosh jin ursin. Nima qanaqa qilib teshilib qoldi? Bilmayman, men teshganim yo'q. Unda kim? O'zidir, qayerdan bilaman jinni? Bo'ldi, xo'p. Teshidan qarachi, nimadir bormi ekan? Hozir to'xta, lekin yetalab o'rmoji. What the fuck? Bunachilar mana ko'rlar. Jetel. Nima jin ursin? Endi biz yerga qanaqa qilib uni Jetel o'ldirib ketibdi deb aytamiz, axir lo'q. Men qayerdan bilaman? Jinni voy. Men buni qara. O'rgimchak odamga, o'rgimchakga o'xshaydi buni qara. Lekin qanaqa qilib biz menga javobini beramiz? U Jetel o'ldi deb axirida nima biladi? Bilmayman, Jetel. Men ham qo'rqyapman, nima qilishni bilmasdan. Mayli, pastga tushib ko'ramizmi? Jinnimisan? Hali bu boshlanishi. Do'stingiz o'ldi-yu, menimcha monster yeb. Короче, menda bir fikr bor. Ya'ni men bu monster internetda ko'rdim. Ya'ni agarda u monster bir odamni yoki Jetel yeb qo'yadigan bo'lsa, u ichida qoladi va 24 soatdan keyin maydalanib ketadi. Ya'ni Jetel yo'qolib ketganiga hali 10 soat ham bo'lgan. O'shaning uchun hali monster ichida turibdi u Jetel. Hozir monsterni o'ldiramiz-da, Jetelni qutqarib olamiz. Hozir men qurol aslahalarni olib kelaman va mana monsterni o'ldiramiz, tushundingmi? Jinni, agarda sen yeb qo'ysam, men seni qutqarmayman, tushundingmi? Agarda meni yeb qo'yadigan bo'lsa, sen politsiyachilarni chaqirasan va har xil anaqalarni chaqirasan va men mana ustimga va o'zimga qurol aslahalar oldim va men buni ham yeyman-da, hozirchaman. Agarda meni yeb qo'yadigan bo'lsa, sirazi chaqirasan politsiyachilarni. Qani o'ldiramiz. Buni chinursin nima? Mana Jetelni qaytarishimiz kerak. Men nimaga o'lmaydi bu? Nimaga buncha joni ko'p? Obunachilar, videoga like bosinglar. Ana, siz like bosinglar va Jetel nima gap qilasan? Rahmat senga, rahmat katta-ko'p. Mayli arzimaydi. Xishtima bo'ldimi? Yo'q, xishtima bo'lmadi. Lekin juda ham qo'rqib ketdim. So'laylaringga qara, sasib ketibsan. Asabim buzma, o'zi zo'r o'tirdim ichida mana bo'lmasdan. Qachon o'lamadim, o'limimni kutib. Jinni, 24 soatdan keyin o'larding, maydalanib ketarding. Mayli, hozir chiqamiz. Qani? Hoppana. Qani Jetel, senga ham tashlayman hozir, o'zing chiqasan. Bo'ldi. Jetellar, endi sen oq Jetel qara, merga yetishimiz kerak. Bu Jetel topildi deb. Xo'p, o'shima aytib bo'ldim lekin. Aytib bo'ldingmi? Ha, aytib bo'ldim. Qara keyin Jetel, sen endi qo'rqmasang ham bo'ladi. Men u monsterni o'ldirdim va endi seni uying bexatar, mazza qilib yotirasan. Xo'p, rahmat senga kapot. Xo'p. Iltimos, seni uyda qolsam bo'ladimi? Yo'q, nimaga qolasan? Mana do'stlar, shunchalik kutilgan holda videomizga like, kanalimizga obuna bo'linglar va men hozir bu ikkita Jetelni ham tinchlantirishim kerak va lekin qishloqdagi hech kimga aytmanglar bu haqida. Agar aytadigan bo'lsanglar, bu qishloqdagi hamma ketib qolishi mumkin va bu qishloq qarovsiz qolib, juda ham yoqimsiz holatga kelib qoladi. O'shaning uchun ham hech kimga aytmanglar, xo'pmi? Bo'ldi, xo'p, hech kimga aytmaymiz. Agar aytadigan bo'lsang, mana shu oq peshonangni o'ldiraman. Mayli, bu safar qutulib qolishdi. Keyingi safar hech qachon unaqa bo'lmaydi. Mayli, Jetel, ko'rasan sen hali qilmishlaring uchun. Jetel, ko'zim oldidan bitta qop-qora sharpaday narsa o'tib ketdi. Jinnimisan? O'ldirdim-ku. Yo'q, u odam edi, lekin oldiga nima bir sharpaday narsa kiyib olgan edi. Sana ko'zingga shunaqa tuyulyapti. Unaqa emas. Bo'ldi. Izi ko'rdi, ishon bo'ldi-de. O'ldirdimmi monsterni? O'tir, og'zingni yub. Buncha o'ldirdim. Xo'p, mayli, senga bitta gap aytib qo'ymaydi. Mayli, obunachilar bilan xayrlashaman. O'zi bugungi kuni vobshe zo'r o'tdi desam bo'ladi. Obunachilar shu yerda tutib ketdimi? Mayli.
Barchaga xayr, sizlar bilan kompot bo'ldi. Keyingi videomiz uchun 100 ta like va keyingi video chiqadi. Kanalimizga obuna, videomizga like bosib qo'yinglar. Bizda tezda 1000 ta bo'lishimiz kerak. Barchaga xayr.